Bu lifehackdan keyin makiyajlaringiz shunaqangi silliq yotadiki, poralaringiz umuman bilinmaydi. Poralar chiqishining asosiy ikkita sababi bor. Birinchisi bu sebumning yuqoriligi, ikkinchisi bu yoshimiz o'tgan sayin kollagen va elastinni pasayib ketishi. Poralarni butunlay yo'qotib bo'lmaydi, lekin ularni shunaqangi kichraytirish mumkinki, ular yuzingizda borligi umuman bilinmaydi. Poralarni yo'qotish uchun haftasiga 2 marta salisilik asid umumvalkasidan foydalanishni tavsiya qilaman va har kuni yashil choy daraxti, ya'ni tea tree sivrtka va tonerlardan foydalanish ham poralarni sezilarli darajada kichraytirib beradi. Yana bitta zo'r maska bor. Bu maskani ishlatadigan bo'lsangiz, poralaringiz juda ham qisqa muddat ichida yo'qolib ketadi. Bu maskani men amerikalik dermatologdan $200 ga sotib olganman. Bu maskani juda ham ko'p tanishlarimga berganman va ular ham juda ham yaxshi natijalarni ko'rishgan. Agarda bu maskani retseptini bilmoqchi bo'lsanglar, albatta sizlarga ham o'rgataman. Buning uchun kommentar feltiga maska so'zini yozib qoldiring.